O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona layk va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Layk bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 11, 12, 13 aprel kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, havo biroz bulutli bo'ladi. 11, 12 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 13 aprelda ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 13 aprelda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 11 aprel kuni kechasi 12-17 daraja, kunduzi 26-31 daraja. 12 aprel kuni kechasi 14-19 daraja, kunduzi 29-34 daraja. 13 aprel kuni kechasi 14-19 daraja, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 11-12 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 13 aprel kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 13 aprel kuni ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 17-22 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.